Bizda berilgan fx barobar 8 plus x va 3 minus x x kichik yoki teng 0 da 8 plus x ni x katta yoki teng 0 da 3 minus x dan foydalanishimiz kerak ekan. Demak va f minus 5 ni topishimiz kerak. Birinchi f minus 5 ni hisoblab olamiz. Bizda f minus 5 x 0 dan kichkina bo'lgani uchun yuqoridagi 8 plus x ga olib kelib qo'yamiz. 8 plus minus 5 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda javobimiz 3 chiqadi. Demak, endi funksiyamizda 3 chiqqani uchun, demak, mana bu ifodamiz 3 ga teng ekan. Keyingisi f3 ni hisoblashimiz kerak. f3 bo'lgani uchun 0 dan katta, shuning uchun ikkinchi funksiya olib kelib qo'yamiz. f3 barobar 3 minus 3, ya'ni 0 ga teng chiqar ekan. 0 ga teng bo'lganda ham pastdagi funksiyaga olib kelib qo'yamiz. Demak, bu misolimiz javob bizda 0 ga teng chiqdi. Endi biz f0 ni hisoblashimiz kerak. f0 bo'lganda 3 minus x ga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 3 minus 0 teng 3. Funksiyamiz javobi f minus 5 teng 3 bo'lar ekan. Misol yechimi sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.